Assalomu alaykum, hörmətli televizor ko'rgüçülər. Yaxşımısızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uyg'ur qurultayı Tor televiziyasining kundalik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Men riyosatchi Zumratay Erkin. Bugun payshanba. Hörmətli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kundalik xabarlar programmamızın təfsilatında bolsun. Dünya Uyg'ur qurultayı bugun, ya'ni 28 aprel kuni yaqinqi zaman tariximizdagi milliy kurashimizning ilhom buluqi hisoblangan Barin inqilobining 34 yillik munosabati bilan maxsus axborot e'lon qilib, har qaysi ellarda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarimizni, siyosiy faoliyatchilarimizni va keng avom xalqimizni o'zlari turishli davlatlarning sharoit yor bergan doira ichida turli shakllar bilan Barin inqilobining 34 yilligini xotirlash faoliyatlarini uyushtirish orqali Barin qahramonlarimizga bo'lgan seg'inish va hurmat tuyg'usini qayta namoyon qilishga, shundaqla mustabid Xitoy hokimiyatining navbat xalqimiz ustidan rayimsizlarcha ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarga bo'lgan g'azab nafratini ifoda qilishga chaqirdi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, vatanimiz Sharq Turkistonning Barin yezisida 1990-yili 4-oyning 5-kuni Zaydin Yusuf boshchiligidagi vatanparvar o'g'lonlarimiz Xitoy kommunist hokimiyatining xalqimizga selayotgan dahshatli ig'ir zulmi, siyosiy besimi, irqiy kamsitishi, milliy va diniy jihatdagi yo'qotish siyosatiga qarshi qo'zg'alib, kurashchan Uyg'ur xalqining va jangovar ajdodlarimizning zulmiga va mustamlikachiliklarga tiz bukmaydigan kurashchan ro'yini namoyon qilgan edi. Shuningdan buyon dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur tashkilotlarimiz har yili 4-oyning 5-kuni Xitoy qarshi turli shakldagi norozilik faoliyatlarini uyushtirish orqali Barin inqilobini xotirlashni izchil holda davomlashtirib kelmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultayining axborotida mundaq deb ko'rsatildi. Barin inqilobining 34 yillik munosabati bilan erkinlik, hurlik uchun kurash qilib, istiqollarini pido qilgan Zaydin Yusuf boshchiligidagi butun shahidlarimizni eslaymiz. Millatimizning sharafini qo'g'dash yo'lida kurash qilgan, Xitoy turmalarida, jazo lagerlarida va majbur emgak maydonlarida zulm chekayotgan qahramon o'g'il-qizlarimizga Allohdan g'ayrat va sabr tilaymiz. Barin inqilobi vatanimiz Sharq Turkistonda Xitoy mustabidlarining fashistlik hukmronligini ag'dirib tashlab, Sharq Turkiston xalqining erkinligi, mustaqilligini qo'lga keltirish g'oyasi bilan o'tirg'a chiqqan shonli bir inqilob edi. Shuningdan buyon Barin inqilobi Uyg'ur mustaqillik harakatining ilhom manbasiga aylandi. Sharq Turkiston xalqining erkinlik irodasining mangu sunmaydiganligini dunyoga jakarladi. Biz har yili bu shonliq inqilobimizni iftixorlik bilan xotirlagan vaqtimizda millatning irodasi va orzu-armoni yo'lida aziz jonlarini qurbon qilgan shahidlarimizni hurmat bilan eslaymiz. Zaydin Yusuf boshchiligidagi qahramon o'g'lonlarimizga ehtirom bildiramiz. Shuning bilan birga Xitoy mustabidlar tarafidan Barin yezisida ilib berilgan dahshatli qirg'inchilikda qurbon bo'lgan minglagan ota-onalar va narsida bolalarga Janob Allohdan u dunyolik rahmat tilaymiz. Xitoy zindonlarida va jazo lagerlarida hilmi ham aziyat chekayotgan fidokor azmatlarimizga erk tilaymiz. Barin inqilobi yaqinqi zamon tariximizdagi milliy kurashimizning ilhom buluqi. Uyg'ur xalqi bu shonliq kurash dostonini abadiyan iftixorlanish tuyg'usi ichida yod etadi va Zaydin Yusuf boshchiligidagi aziz shahidlarimizning kurash irodasiga sodiqlik bilan varislik qiladi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining bir muhim mazmuni navbatda ishga a'zo o'g'irlik bo'layotganligi ma'lum. Bo'libmi Xitoy hukumati orqa terak bo'layotgan ishga a'zo sodisi va ishga a'zo atkazchiligining bir-biriga bog'langan holda g'oyat zo'r sistemaga aylanayotganligi yaqinda Amerika Davlat Majlisida o'tkazilgan guvohlik yig'inida tafsiliy qarab chiqilgan edi. Bu masalaga bo'lgan tonishni taxim o'stirish hamda taxim ko'p sohaga bu qabohatning xatarini bildirish maqsadida 26 mart kuni kechqurun Amerika Avam palatasida bu tema haqida maxsus muhokama yig'ini chaqirildi. Amerika Uyg'ur birlashmasi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harakaat tashkiloti, Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komiteti qatorliq o'rinlar birlashib sohibxonlik qilgan bu faoliyatda oldi bilan Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi qirg'inchilik siyosati hamda uning oqibati eslab o'tildi. Shundaqla navbatda bu qirg'inchilikning yangi mazmuni bo'lgan ishga a'zo o'g'irligi va ishga a'zo atkazchiligining keng ko'lamda yamarayotganligi, buni cheklamaganda buning yana bir cho'ng tarixiy fojianing muqaddimasi bo'lib qoldiganligi bayon qilindi. Yig'in zalga cho'rdab qo'yilgan Xinjiang saqchi hujjatlar temisidagi arxivlar to'plamidan elingan suratlar yana bir yoqdan muzokara qilinayotgan masalaning jonliq kartina sifatida ko'zga cheliqib turadi. Yig'in riyosatchisi Sabrina xonim bu vaqtda to'xtalib, hozir Xitoy hukumati Uyg'urlarni qirg'in qilishdan boshqa yana ularning ishga a'zolarini saq qo'ymayotdi dedi. Xitoy ishlari ijroiya komitetining xodimlar direktori Pro Tozimo shu qatorda so'z oldi. O yaqında Amerika Davlat Majlisida o'tkazilgan ishga a'zolar o'g'irlik haqidagi guvohlik yig'inida o'ttirib qo'yilgan muhim nuqtalarni eslab o'tish bilan birga, navbatda ishga a'zo o'g'irligining nishoni Falun Gongchilardan Uyg'ur tutqunlariga yetkilayotganligini,
Bo'libmi halol ishga a'zo nomida Uyg'ur yoshlarining lagerlarda behuda qurbonlik qilinayotganligini, islom dunyosining bo'lsa izchil turda xalqaro so'rinlarda Xitoy hukumati bilan bir safda turayotganligini tilga oldi. U bu vaqtdagi so'zlarining oxirida dunyoning bu ishlardan xabardor bo'lishi tiq yetarlik emas. Biz bu vaqtdagi tushunchani tiqim keng sohaga bildirishimiz, shundaqla buni unumli turda cheklash uchun ishga a'zolar o'g'irligiga qarshi turish temisidagi qonun loyihasini tezdan qonunga aylantirishga tirishishimiz lozim dedi. Xitoy hukumati izchil turda iqtisodiy vosita orqali dunyo jamoatini o'z eg'iziga qartib kelayotgan bo'lib, ishga a'zolar o'g'irligi masalasida bu ishlar shundoq bo'layotganligi ma'lum. Yana kelib, buningda g'arb dunyosidagi bir qism fan texnik shirkatlari buningga bevosita yoki vositalik holda yordam berayotganligi diqqat qo'zg'ab kelmoqda. Ana shu yo'sinda Sharq Turkistondagi atalmish umumyuzlik salomatlik tekshirtish harakatida 15 million kishining biologiyalik avrishkisini to'plashning navbati ko'plab bilinayotgan ishga a'zolar o'g'irligiga xizmat qilayotganligi turli uchur yo'llaridan, shuningdek mutaxassislar va shohidlarning bayonlaridan ma'lum bo'lmoqda. Muhokama yig'ini jarayonida ko'rsatilgan Xitoydagi ishga a'zo o'g'irlik temisidagi hujjatli filmda bu vaqtdagi ba'zi ahvollar taxmin tafsiliy bayon qilindi. Filmda ko'rsatilishicha, Xitoydagi ishga a'zo o'g'irligi amaliyotda 1970-yillarda boshlanib bo'lgan. Shu vaqtlarda yosh va sog'lom siyosiy jinoyatchilarning ishga a'zolari ov nishoni bo'lgan bo'lsa, keyincha haroq tamakidan yiroq turadigan Falun muridlari buningga nishon bo'lgan. 2017-yildan boshlab Uyg'urlar zo'r ko'lamda tutqun qilinishga boshlagan hamda tezla ishga a'zo o'g'irligining yangi nishoni bo'lib qolgan. Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan buyon bu rayonda ko'plagan qabohatlar birining orqasidan yana bir o'tirg'a chiqib kelgan. Navbatdagi ishga a'zo o'g'irligi va ishga a'zo atkazchiligi dal mushu xil yuzlanishning yangi misollaridir. Kommunizm qurbonlari xotir fondi Xitoy bilimining muavin direktori Abraham Armstrong mush nuqtalarni yana bir qatim eskartib, bu uchurlar hozir bizga zo'r qabohatdan ishorat beryotidi. E'lon bo'lsa-mu buningga chek qo'yishning payti keldi dedi. Bu qatimqi muhokama yig'ini Ramazon mezgiliga to'g'ri kelgan bo'lib, faoliyat qatnashchilari Washington shahridagi Dolan Uyg'ur restoranining tamoqlari bilan iftor qilgach, Uyg'urlar haqida yana bir maydon jonliq darsga shohid bo'ldi. Amerika Ana vatan xavfsizligi ministrligining maslahatchisi Laura Murphy kelgusi bir necha oyda texmi ko'p Xitoy shirkatlarining Uyg'ur majburiy emgak chetishlik sababidan qora tizimlik ilinganligini bildirgan. Wall Street Journal gazetining 26 mart kuni e'lon qilgan xabarga qaraganda, Laura Murphy Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni bo'yicha shakllangan shirkatlar tizimligida Xitoy shirkatlarining davomli ko'payadiganligini aytgan bo'lib, bu shirkatlarning hammasi vatanimizdagi majburiy emgak bilan chetishlikqa bor shirkatlar va davlat egiligidagi korxonalar ekan. Xabarda aytilishicha, Laura Murphy 5 oy burun Amerika Ana vatan xavfsizligi ministrligining siyosiy maslahatchisi bo'lib tayinlangandan buyon Amerikaga keladigan mallarning manbasini, jumladan mal ta'minlash zanjirini qattiq tekshirishni tashabbus qilib kelgan. Natijada Xitoyda ishlab chiqarilgan kun taxta va mashina zapchastlarining boshqa yutuqlardan foydalanib Amerikaga kirish cheklangan. Masalan, Volkswagen shirkatining Porsche, Audi qatorliq oliy mashinalarga ishlatilgan zapchastlarni ishlab chiqargan Xitoy shirkatlari qora tizimlikdagi shirkatlar bo'lg'achqa Amerika tamojnasi ularni tutib qolgan. Ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni 2022 yil 6-oyda ijro qilingandan buyon 2 milliard 900 million qiymatidagi mal tamojnini tutib qilingan. Ular asosan Xitoyda ishlangan kiyim-kechak, elektronlik mahsulotlar ekan. Bu qonun ijro qilingandan keyin Xitoy mallariga tayinib qolgan ba'zi Amerika shirkatlari qiyinchilik uchirgan. Ammo Amerika hukumatining bu qonunni ijro qilish salmoqini kuchaytirishga ergishib, ular boshqa mal manbalarini izlashga majbur bo'lgan. Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Thank you.